يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik televizyon köygüçü dostlarımız, bu katimki dersimizge yine hoş kelipsizler. Bizniki bu katimki dersimizdeki asasi mevzui itikap üstüde buludu. Yani rozadar boğa adamniki Ramazan'ın içide kılışkı tiyişlik işniki üstüdeki itibartok. Onunki yeni birisi itikap. Yani itikap ne? Kandak itikap kılımız. Kandak vakitte itikap buludu. Onunki ruknime. Mana mushniki qandaqsa itikap buzib ketadi, uniki hukmi nima? Mushning ustida to'xtalamiz. Endi itikaf, i'tikafa, ya'takifu al-i'tikaf, ya'ni i'tikafan, mu'takifun degan gap. Bu arabcha bir gap. Ya'ni akafa yakifu bu tudi degan gap. Bir yerda bir odam tug'an bo'lsa, o'zini o'sha to'xtatib, ikki bir yerga o'tkazmay, mushundaq qilgan bo'lsa, buni arabcha lug'at ma'nosi bu bo'lgan bo'ladi. Ya'ni bir narsani bir yerga apırıp yüzü tok tutup koyuş, cimmete tuğdamış hadi de. Bunu Arapça tilde itikap deydi o. Hem de bu itikaptaki meşruiyeti. Bu itikapta İslam dininde yol koyulgan bir iş mi? Yol koyulgan iş. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her ayda, her Ramazan ayda 10 gün itikap kılıttı dep rivayet kılındı. Peygamber aleyhisselatü vesselam'niki men ahirki vafat etib ketadigan yili meni 20 kun men itikaf qilgan degan mushu rivoyatni Imom Buxoriy va Abu Davud qatorliq olimlarimiz rivoyat qilgan va undan boshqa Payg'ambar alayhissalatu vassalamniki ashablari, meni ayollari va undan boshqa tabiin, tabiin hattoki kunimizga kelguchilik meni haqiqiy yana umum musulmonlar meni itikaf qilayotgan mushunda qilayotgan bir ish. Anda o'g'adikin bu işlarniki bu İslam dinida meşru bo'lgan, yo'li qo'yilgan ish ekanligi, buniki asli İslam dinida, buniki asosiy bor ekanligi buni o'qitilib turdi endi. Endi bu itikafniki fazilati ustida Peygamber alayhissalatu vassalamdan bir sahih bir hadis yo'q. Ammo Peygamber sallam o'zi qilgan, sahobalar qilgan, oila tavobatlar qilgan va undan boshqa şu tabiin ve tabi'illah kıgan müşna bir iş. Bunu qarab cezmen şer'i tarafı bunun hükmü var. Bunun iş kandak gap yok. Yani bu itikaf kaç kısım bölünür? İtikaf iki kısım. Birisi sünneti muakkeden, birisi sünnet, yani birisi vacip. Vacip. Bu itikafniki vacip bo'lgani bir adam yüzü muşundaq Allah Taala eğer bana maaşlı kısa men 5 gün itikaf kılıman yoki bir gün itikaf kılıman dese bu vacip. Bu adam o degan gapga asosan itikaf qilmasa qat'iy bo'lmaydi. Bu itikafni biz vacip deb qaraymiz. Eğer unda kar yo'q ketaversa gunoh bo'ladi. Yeni bir vacip, yeni bir itikaf bor. Bu itikafniki o'zi sünnet. Yani bazıları mustahab deydi, bazı sünneti muakkede deydi. Biz hem de bu yerdeki bu sünnetlik üstüde olan, yani Ramazan'daki içinde kınıldığan muşunda bir itikafın üstüde toxtalımız. Hem de bir adam muşunda itikaf kılımen de nefli bir itikafın üzerine muşunda geldiğini atıp olan olsa bu vacip buludu deyimiz. Ne için? Hem de bir adam Peygamber sallallahu şuna dedi. Bir adam men nezere ey yuti'allaha fel yuti'uhum. Bir adam Allah'ıma boysunu dep özü geldiğine bir işini yaptı. Yani nazir kıptı. Ondan nazir kan olsa bu adam şu işini çok kılıç gerekteydi. Yani bir adam maaşlı kısa anda olsa, ben bu eğer maaşım anda olsa, Allah Teala maaşım anda kıpasa, ya ben sakaysam ya ki atanam sakaysa bir yer teçime verip kesmem, manda kırmen dese biz bunu nazir deyimiz. Yani şu gap asasen o adam şu digen gapga asasen vafa kılmasa qat'iy bo'lmaydi. Bu vafa qilish, bu vacip. Biz ham hozir vacip emas,
bu vacip bo'lgan narsa muayyan o adam qaysi kuni degan bo'lsa shu joyda qilish vacip bo'lgan bo'ladi. Ammo sunnat bo'lgan e'tikof buniki vaqti. Mana ulamolarimizdagi ko'z qarashicha ba'zi ulamolarimizdagi e'tikofniki vaqti yo'q. Buni mana shu yillarniki hammasida qilsa mana bo'ladi deydimdi. Buni asosan bu e'tikofni mayli nagara qilsin, qaysi vaqt qilsin bu bo'ladi. Eng yaxshisi Ramazonda çok qilish kerak. Shuning uchun e'tikof qiladigan odamga muayyan bir vaqti yo'q. Sunnat bo'lgan e'tikofning falon vaqt qiladi, bukun vaqt qilmaydi deydigan bunda bir ish yo'q. Endi e'tikof qilgan odam jazman ro'za tutgan odam bo'lishi kerak. Ro'za tutgan odam bu shart. Ro'za tutmagan odamlarniki e'tikof qilishi bu degandek durust emas. Ama biz yani Hanifi mezhepteki e'tikof qiladigan odamniki jazman ro'za bilan bo'lish kerak deb qaraymiz. Ama bazı olimlar bu e'tikof qiluvchi odamniki o'zini ro'za tutmasimi, men masjidga kirib ya 1 soat olamdi, azroq bir muddat olamdi shu niyat qilibman, shunda men e'tikof qildim desa, buni asosan e'tikof meni bo'ladi deb çok qaraydi. Ana o'g'andan keyin e'tikof ikki xil. Birsi ro'za bilan bo'ladigan e'tikof, en birisi ro'zasiz bo'lgan e'tikof. Endi bizdagi ko'z qarashimizcha e'tikof degan Ramazon bilan bo'ladi. Ro'za bilan bo'ladi. Anda o'g'andagi ro'za tutib e'tikof qilish kerak. Ba'zi olimlar ro'za tutish shart emas deydi. Anda o'g'andagi buni asosan bu odam masjidga kirib qolsa, agar u ba'zi olimlarning deyishicha e'tikofniki vaqtiniki mana oz qisqaligi eng oz 1 soat deydi. Biz e'tikofniki eng qisqasi, eng oz vaqti 1 kech kunduz. Bu deydimdi. Eğer bir adam ben e'tikof qilaman deb bir kech kunduzdan ozroqroq ya 1 kunduz ya 1 kecha ya 4 soat deb mundaqsa e'tikof deb hisoblanmaydi. E'tikof deb hisoblanmaydi. Ama bazı adamlarning deyishicha 1 soat olamdi, 2 soat olamdi, yarım saat olamdi, 4 soat olamdi. Men e'tikof qilaman deb niyat qildi bu e'tikof deb hisoblanadi deydigan mushundachu odam bor. Endi bu kishilarniki gapga asosan e'tikof qilgan odam qachonlikqa e'tikofni to'xtatib chiqsa meni bo'ladi deydi. Biz şu e'tikofniki eng tövni 1 kech kunduz bo'lgandan keyin şu boshlash vaqtining o'zi bomdod namozni yenib, mana ersi bomdod namozni yenib 1 kech kunduz bo'ladi. Bu chog'da chiqadi. Agar shu oraliqda bu odam u e'tikofni buzayotgan bo'lsa, u odamniki gadiniga shu buzayotgan e'tikofni qazosini qilish meni vojib deb bunda çok qaraymiz endi. Endi bu e'tikofniki mana aşı qiladigan vaqtniki o'rni bo'lib bu Ramazonniki oxirgi o'rni eng muhim. Endi e'tikof degan o'zi ayrim şu ailesidan bütün narsadan aloqasini uzib masjid ayrim turgandan keyin buniki foydasi nihoyatda jiq. Men payg'ambar alayhisalom buni qilgan, sahobalar qilgan, ayollari qilgan, ahli tavobilari. Unda o'g'aniki buniki foydasi nihoyatda jiq. Payg'ambar alayhisalom mana oxirgi Ramazonniki o'rnida men e'tikof çok qildi deydi. E'tikof qilgan bu yani ki o'zida agar masjid qolgan bo'lsa, masjidning kichkina bir agar tusish imkoni olgan bo'lsa, men shu tusish jarayonida kichkina bir to'sib, masalan satmidak yoki chedirdak bunda bir narsa qilganimiz men mushu nihoyatda yaxshi degan mushundoq nima olimlar bor. Endi bu e'tikof qilishniki nimasi ekan-da ayollarga kelsa payg'ambar sallallohu ayollarımı Peygamber Sallallahu devirden muşunda e'tikof qilishgandan keyin bir ayoli qandiki qolgan ayollarım elchisi meni doğrab hammasi chetirdan tikish boshda e'tikof qilishib ketgan. Peygamber Sallallahu bu çan üzde bu ayollarniki bu e'tikofini men aşağıda nim qatqan. Mana bu hozir bunu chetirni bu nim qatqanlar yig'ibetganlar deb muşunda qan bir adam yedisi çok bor. Endi buni asosan e'tikof qilgan odamniki ma'lum e'tikofni qilib unidagi buzvasimi bo'ladi degan meni mush ishchi bor. Endi buni asosan ayollarniki e'tikof qilish masalasi payg'ambar sallallohu davrida payg'ambar sallallohu ayoli mushunda e'tikof qilganlik hayoga ayollarmi chiqqan undagi payg'ambar sallallohu uni to'siyotgan. Endi buni asosan ulamolarimiz agar ayolini bir odam e'tikof qilishdan to'sib bo'lamdi, bo'lmamdi deganligida men ba'zi ulamolarimiz ikki xil ko'z qarash bor. Ba'zi olimlar e'tikof qilaman deb ayolniki o'zi meni qilsa uni to'sishga qat'iy bo'lmaydi deydi. Ba'zi olimlar buni to'sish kerak.
Peygamber sallam ani jig'dirayotgan ekan deydi. Bu bir mesele. Endi bu itikapdagi shartlari. İtikap kıldıgan adam qanday şartları var? İtikap kıldıgan adam cezmen o adam meni janobatdan pokiz bo'lishi. Agar ayolib qolgan erib qolgan bo'lsa, ayolib qolgan bo'lsa, zarcho bo'lmasligi, odat ko'radigan bo'lmasligi, nefaslik ayol bo'lmasligi, musulmon bo'lishi, oq qorni paq etadigan mushundoqchu bo'lishi kerak. Mana bu itikap mana kofirdan hergiz durust olmaydan kichik oladimmi, durust olmaydan junub, haiz, nefas ayolladimi itikap qilganga qattiqcha durust emas. Endi itikapniki rukni nima? İtikapdaki rukni o adam şu yüzniki niyeti bilen mescitte men Allah'a ibadet kılıman degan niyetiga asasen niyet qilib turuş. Bu meni rukun bo'lgan bo'ladi. Eğer o adam niyet qilmagan bo'lsa, bu chaniki yüzüde o itikap olmaydı. İtikap olmaydı. Nima uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va ma umiru illa liya'budulloha muxlisin lahuddin hunafa va yuqimus salah va yutuz zakah va zalika dinul qayyim" degan. Payg'ambar sallallohu shuna degan. Nima degan? Innamal a'malu binniyat va innamal likulli imrin ma nawa degan Payg'ambar sallallohu hadisi var. Anda o'g'andikin itikapniki rukni niyat qilish ham u adam masjidda o'zini to'xtatib turish. U yer to'xtatmasa olmaydi. Yani en az bir kecha kunduz to'xtatish kerak. Shu to'xtatib niyat qilib to'xtatish kerak. Men itikap qilaman, mush orqali Allohga taqarrub qilaman deb. Bu rukun bo'lgan bo'ladi. Endi bu itikap masjidda qanday yerda qilinadi? Mana olimlarniki deyishcha buni ikki xil ko'z qarash bor. Mana ba'zi olimlarniki deyishda itikap qilinadigan ya har qanday masjid bo'lsa bo'ladi deydi endi. Har qanday masjid bo'lsa bo'ladi deydi. Bazı alimlar bu itikap kılıngan mescidin yüzü cemaat bilen namaz okuyduğun, ezan tekbir okulup durduğun cemaat mescid oluş gerek deydi. Deydi. Yani çoğun bir cami oluş gerek deydi. Yani cuma okuyduğun çoğun bir cami oluş gerek. Şu yerde itikap kılış gerek deydi. Bu Hanefi mezhepteki alimler. Ana o andaki yine şu kandah mescidden itikap kısı boludu diye alimler mı yine en yaxşısı itikapniki cami mescid qilish kerak. Yani bir mahalleniki cuma okuyduğun cık cemaatni toplaydigan mushundoq cemaatniki üzide mena mescid qilish kerak deydi. Bunun hech qanday bir ixtilof yo'q. Ana o'g'andikin biz itikap qildik-kanmiz, bizning mahallamizdagi masjidida jamoat bo'lsa, 5 vaqt namozga azan chiqib tursa, takbir o'qib turgan masjid qilsakmi-chu bo'ladi. Buning texmi afzal tarafini topay desa, sal cho'ngroq masjidga berib qilganimizmi-chu o yaxshi. Chunki bu chan o'zi jamoat jikkagan ekan, 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qigan bo'lgan ekan, bu orqali savobni jiqqanadi. Endi bu masalada itikap qilish masalada ayollar masalasi. Ayollar o'ziniki uyda qilamdi yoki masjidda qilamdi. Deganlikda yana ikki xil ko'z qarash bor. Ba'zi olimlar ayollar o'ziniki mana shu yüzniki uyda, yüzniki oilisindeki işçiden namaz okuyduğun ayrı bir mescid olur burunki devrelerde. Yani şu öyle kılıdı deydi. Bazı adamlar yok o yerde kılışkı olmaydı çünkü o mescidin hükmü emez. Çünkü o yani setivatalı alaydı. O mescid setiş katli dursa olmaydı. Ama oilinin işçide yasap koygan mescidi eğer oilisi setivatsa hem setilip ketidi o mescid hep hesaplanmaydı. Ondan o andaki bu itikap kıldığın bu ayallarındaki üzü cezmen şu mescitte kılış gerek. Mescitte kılması katli dursunmaydı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki mescid ve o yerde Peygamber Sallallahu mescid kıgarlığının yüzü mescidi buludu. Dep bunda dep karaydı. Bunu asasen bazı adamlar bunda göz karaydı. Şu an bizdeki Hanefi mezhepte şu itikap kılış ayallığa kılmakçı olan olsa yüzünki namaz okuyduğun oylisi cayı olmuş şu yerde kılış gerek. Eğer o yerde kılmayman dese cemaat var. Mescid kılış gerek. Eğer ayal olup kalgan olsa, men ayalı hemra olup, men kişi o yerde kısmı boludu. Ama tosak cemaat kömeydiğin derecede kılış gerek. Dep bu gapni çoğu deylendi. Yani yerdeki ruhsati buluş gerek. Endi bu itikap kılışta roza tutmuş bulmaydı. Bazı adamlar aviyatı degenimizde roza tutmuş mutlaka bir itikap kısa meni boludu deydi. Hoş, itikap kılgan adam qaysi vakti çıkıp qaysi vakti kirdendi. Mene Ayşe radhiyallohu ta'ala anh'niki qilgan ba'zi sahobalarniki qilgan hadisida
Peygamber aleyhissalatu vesselam bamdat namazını okup kirdi. Hani ahırda bir keç gündüz oğandaki şu bamdat namazındaki ahırda hani okup andaki şu çıktı uçan yüzüde bir keç gündüz boludu dep mudakaraydı. Bazı adamlarındaki değişken namazşam namazdan burun gün olturuştum burun kirip anadaki adisi günü mene namazşam namaz okup oğandaki çıkıdı deydiğen muşunda bir animimiz var. Anda oğandaki kiriş çıkışı bu. Eğer bir adam 10 gün muşunda itikap kılman dese bu adam 10 gün kandikin ahırki 13 günü hem de elsi ne bu kalı demdi. Elsi et namaz olup bu çalkanda kılıdı. Bu çanın yüzüde bu adam deydi gün ol tuğandaki çıkıdı deydemdi. Gün ol tuğandaki çıkıdı bu çanın yüzüde gün ol tuğandaki o aldığın günü hesap oldu deydi. Bazılar şu uyadı çıkmayın o adam tanatkan deyken çıkıdı. Anladaki bu hesap. Şu tangatkandaki o adam uyad bamdat namaz okup onu diken namaz imkanımız namaz okup andaki kirip kedido deydi. Men bunda bir göz qarashçı boludu. Endi itikapqa adamga nemeni qilish durust, nemeni qilish makro buniki ustida to'xtalamiz. Itikapqa adam davomli itikapqa vaqt o'zida shuk turishga bo'lmaydi. Shuk turishga bo'lmaydi. İmkan bor zikr tasbih, Qur'on o'qish, tilovat qilish va kitob fiqh kitap, hadis kitap, tafsir kitap ve ondan başka Uygurca tercüme kılan kitap muşundaçı okupçu turuş gerek deydi. Qat'iy shu turishqa bo'lmaydi. Shu turish orqali qilingan bu itikapçı emas. İslam dinida shu turib qilingan ibodat yo'q. İbadetin hammasi harakatdan iborat. Anda o'g'andikin bu chan yuzida bu adam itikap qildim deb quruq parangni qilishga bo'lmaydi. Quruq foydasiz yo'q gapni uni qilishga bo'lmaydi. Davomli yaxshi gap, davomli zikr ibodat mushlar uyutibcho turish kerak. Endi itikap qiladigan mushu odamda men qanday bo'ladi itikap qilgan mubah bo'lgan ish men itikapga odam o'zligi va cho'ng kichik tarixi uchun men zarur bo'lib qolgandan u odam buni ado qilish uchun tahorat erish uchun va qo'siq echib ketgan bo'lsa uni taom akib beradigan yemek ekib beradigan kishi bo'lmasa mana shu yemek epla yenib kelish uchun bunda chiqsicho bo'ladi. Ammo bekor bu odam bekordan masjid shunday chiqatdimi, chiqatgandiki bu odamniki itikobi buzilib ketadi. Bu chan o'zi hech qanday sababsiz. Ammo sababi bilan shunda ishlab qolgan bo'lsa bo'ladi. Shuningdek bu itikob odamniki yunsa, chechini tarsa va tarafasi bo'ladi. Ammo itikobni buzadigan ish men er ayolib qolgan bo'lsa jinsiy munosabat o'tkazish. Şu mescidniki işçide men unutup kap yoki unutup qolmay men shunda jinsiy munosabat o'tkazgan bo'lsa itikobi buzilib ketadi. O'rinsiz chiqib ketgan bo'lsa hech qanday bir sababsiz uni ularni itikob buzilib ketadi. Buni qarashqicho, buni diqqat qilish kerak. Endi bu odam chechini tarassa, beshini tushirsa, tirmig'ini olsa, yunsa, chiroyli kiyimni kiysa, ifar bir narsa kerakni ishlasishi bo'ladi. Bunun qarta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'nınki men Ayşe radhiyallohu ta'ala anhadan Ayşe radhiyallohu ta'ala anhaki Peygamber sallallahu rivayeti var. Ayşem Peygamber sallam itikap qildi. Menga Peygamber sallam o'zining beshini munda chiqirib berdi. Men jup qo'ydim va tarab qo'ydim. Men vaholanki men hay izdim degan munda bir so'zicho bor. Endi itikapni buzadigan narsaniki o'zi hojatsiz itikap masjid sirtiga chiqib ketish, yana birisiga anadagi nauzubillah men murtad bo'lish. Yeni birisi anedeki sarang oluş, ya ki ayılıp kalan olsa adet görüş, ya ki nefas bu çok kırış. Yeni birisi anedeki veti kırış, bu itikapniki hemmisini buzvadıdı. İtikap ne? Bu adam kıptı okandekin buzvatkan olsa onunki kazasını kılış gerek. Bir adam itikap kılmadı, niyet kıp kirptiken, kirgendeki kandağı oldu bu adam buzup çıkıtıptı. Çıkıtıp ya ki yukarı bir işler kıp buzup ketken olsa bu adamniki şu itikapniki yüzüne kayıtıdın. Mene kazasını kelerjin mene kırışçı gerek. Bunu dikkat kılış gerek. İtikapqa adam cezmen mescitteki ma'lum bir o'rinda turishçı gerek. Bu qatti mene şahid tomisa uyabiya yotkirishma deganda ubdan yaxshi ish emas. Endi bir adam masjid muayyan masjidga itikap qilibdi. Men ma masjidni bu qilaman, boshqasi qilmayman desa, men qanday bo'ladi? Masalan, Ka'bada qilman Baytullahda ya Medine Munavver'de ya ki Beytul Mukaddes'te bunu da kılmayan dese bu naiti bek yaxşı iş. Çünkü Peygamber sallam özünün hediyesi de mene ibadet ve keza kılmayan dep
meni yer şarının üstündeki fakat 3 tane mescitga bağlı boludu. 3 tane mescitga bar emas safar qilishga boludu. Uniki g'ayriga bo'lmaydi. Birinchisi Masjid Haram, undan keyin Masjid Nabaviy mening masjidim. Yana birisi uchinchisi mening Masjidul Aqsa degan. Buningdan boshqa masjidga muayyan men ma'no qilaman desiga bo'lmaydi. Chunki hammasi o'xshash bir masjid, ammo jamoat e'tibori bilan yoki bo'lmaydi u masjidga mesela imom bo'lgan odamniki taqvolik ham olim bo'lish e'tibori bilan balkim afzallik u yerda chiqadi. Uni degan bo'lsa u boshqa gap. Ammo masjid e'tibori bilan bu masjid qilmayman, u masjid qilaman deb qilsa degandek o'xshash bo'lmaydi. Hammasi Alloh taoloniki, men masjid bo'lganligi bu yaxshi. Endi itikof qilish jarayonida normal masjid va jamoat bo'lgan masjid qanchaki jamoatchi qolgan masjid qilsak yaxshi. Bulutmu eng yaxshi Kabe'dan qilganimiz yaxshi. Uningdan keyin mana Madina Munavvirdan qilganimiz bu yaxshi. Uningdan keyin mana Baytul Muqaddas, mana Falastinda qilgan Falastindagi masjidda meni qilganimiz noidibak yaxshi bo'ladi. Agar imkonimiz bo'lsa, bora olsak, shu yerda qilganimiz yaxshi. Ammo u yerga bora olmay, mahallemiz masjid var. U yerda qilsakmi, qanchaki meni jamoatchi qarab masjid qilganimiz bu obtiroq bo'ladi. Bizniki endi bu itikof ustidagi bo'lgan bu darsimiz mushohidchilik bo'ldi. Yeni bir qator ko'rishgacha har birlarini Allohga omonat qildik va oxiri da'vona alhamdulillahi robbil alamin.